Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Siz bilan Huriya Anvar, Samakod akademiyasi asoschisi va albatta life coach. Endi qarangki, Samakod akademiyasida nima qilamiz? Ya'ni sizda har birimizda tug'ilgan sanamiz bor, oyimiz bor, yilimiz bor. Va albatta biz hayotga moslab turib, aynan sizga qanday energetikalar kirib kelyapti. Bu energetika koinotdan kirib keladi, manfiy va musbatdan. Biz uni chapmiyamiz manfiy, o'ngmiyamiz musbat energetikani qabul qiladi va biz buni yer olamiga shaklan o'z fe'l atvorlarimiz, iste'dodlarimiz, talantlarimiz, gaplarimiz, so'zlarimiz, amallarimiz orqali taqdim etamiz. Buni evaziga esa bizga aynan pullar, munosabatlar, har xil hayotimizga kerakli bo'lgan hamma narsani yer olami bizga beradi. Endi qarang, bular hammasini sistemasini Alloh subhanahu taolo albatta yaratib qo'ygan va biz bu sistemani bilishimiz kerak. Organizmda o'z sistemasi bor ishlash. Ongda sistemasi bor. Hattoki so'zlarimizda o'zini tizimi va sistemasi bor. Masalan, men ertaga boraman. Bular hammasi tartibda, xaosda emas. Ertaga bu уже so'z emas. Shuning uchun hamma narsa sistemada. Va biz aynan o'zimizda tug'ilgan kunimiz, oyimiz, yilimiz orqali o'z sistemalarimizni bilamiz. Uni yer olamiga o'ta manfiy ham bo'lib ketmaymiz, o'ta musbat ham bo'lib ketmaymiz, o'rtada turamiz. Oltin o'rtalik deb shuni aytadi va biz ikkalasini muvozanatda ushlagan holatda o'z taqdir sistemamizda yashaymiz, asl tabiatimizda va asl o'zimizda energetikada. Qarangki, boshqa insonlarda ong sistemasiga, hayot sistemasiga o'tib ketmaslikning eng asosiy yo'li bu sizda aynan o'zingizda energetik manbangizni bilishingiz kerak. Eshitganmisiz, energiyangiz ko'p, ichki manbalaringizni toping, ichki resurslaringizni va siz boy insonsiz. Lekin hech kim qayerda bu ichki energetikangiz aytmagan. Aynan siz o'zingizga tegishli bo'lgan hayot sistemangizda va uni расшифровкасini olasiz va albatta sizda o'zingizga tegishli bo'lgan strategiyani yaratib beriladi. Aynan sizda energetikalaringiz kirgizilgan holatda qisqa, lo'nda, aniq strategiyalar. U yerda siz o'zingizda tegishli bo'lgan aynan sizda energetikangizda kamrog'i va ko'prog'i beriladi. Kamrog'ini siz to'ldirasiz. Zikrlar aytib, aynan sizga tegishli bo'lgan duolar, aynan sizga tegishli bo'lgan kodlar bor. Podpiska tugmasini bosing, like